Nimaga hozirda aynan gapirmayotgan, nutq kechikayotgan bolalar soni ko'payib ketdi? Men aynan nutq chiqarish bilan bolalar bilan ishlab, sizlarga aniqini aytishim mumkin. Shu 7 yil davomidagi tajribam bilan bu yangi moda emas, diagnoz qo'yishdagi moda emas, aynan minglab oilalarda uchrayotgan muammo hisoblanadi. Hozirda men sizga ularning sababini keltirib o'taman. Birinchi sabab og'ir start. Bolalar dunyoga kelish paytida, ya'ni ona homiladorligi hozirgi vaqtda og'ir kechishi, tug'ruqdan keyin bolani nimjon bo'lishi sabab bo'lib, bunda bola nimjonligi uchun kuchini rivojlanishga emas, hayotini mustahkamlashga, o'zini organizmini mustahkamlashga sarflashi. Ikkinchi sabab tana nutqqa tayyor emasligi. Bunda bola sakramasligi, yugurmasligi, o'ynamasligi, o'z vaqtida emiklamaganligi tanani yirik motorikasini rivojlanishini orqada qolishi. Bundan tashqari ko'plab o'yin faoliyatida ishtirok etmasligi, sensor buzilishlar sababli tashqaridan olingan signal analiz sintez qilishda buzilishi nutqni kechikishiga olib keladi. Uchinchi sabab atrof muhit, ya'ni bolada nutqqa motivatsion muhit bo'lmasligi. Ota-ona tomonidan barcha narsalar muhayyo qilingan va bola nutqi bilan nimadirni so'rashi shart emas. Sizda shu muammolar uchradi, men ketishga qoldim deb o'ylaysizmi? Lekin agar shu muammolar sizlarda uchrasa, albatta bizga murojaat qiling. Biz sizga farzandingizni nutqini chiroyli va ravon qilishda yordam beramiz. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling.